Tez-tez hovlilarga suv sepib shipirib tashlang, kech bo'lib ketyapti. Voyimcha o'rgatib olasiz. Katta bolangizdek qilib oldingiz. Nima deyapsiz? Kerak bo'lsa men sizdan oldin kelib oyna xizmatni qilib qo'yganman. Endi sizning navbatingiz qilish. Qilgan bo'lsangiz, men ham har kuni qilyapman. Mana bugun bir o'zingiz sipiringchi-mi? Oling. Siz ertalab noz uyquchangizni uxlab yotgan paytingiz men ana qarshigil momam borki soat 2 da turadi. Ana shu turmasin deb soat 1 da turib men ko'chalarga suv sepib shipiraman. Qani siz turasizmi shu paytda? Uxlab yotgan bo'lasiz. 10 marta uyg'otsam ham, eshingizni taqillatsam ham bilmaysiz, turmaysiz. Voy, apa, shu siz kecha qaningiz bilan kechqurun mashinada aynalib kelganmiz. Marojniy lavashli yeb keldik. Aytdim, muncha mashinaning zapravkasi tez tugibdi desak, erim o'layin deb qilaverasizlar, oqshomlar aylanib kelaverasizlar ekan, endi ertalab turmaysiz ham tanamaysiz-da, qarang. Voy, nima qilibdi? Zato eringiz bilan ishlaydi, lekin eringiz bir tiyin pul bermaydi. Pul bermasa ham mashinaning kreditini kim to'layapti? Biz to'layapmizmi? Jeb ketganimiz yo'qmi? Tavba. Bab ko'rolmaydi. Kir mashinani ishlatgandan keyin artib qo'y. Mademish, kir mashinani ishlatganingizdan keyin artib qo'ysangiz bo'lmaymi? Qachongacha o'rgataman? O'rgatsam darrov bolangiz qilib oldingiz deb jahlingiz chiqadi. Qarang, sasib yotishini kir mashinani. Ay, apa, artganim bilan siz har kun kir yuvasiz-ku. Har kuni juvganim bilan men hammaning kirini juvaman. Sizga o'xshab ikkita salfetkani ajratib qo'ymayman. Hech bala qilmas, ikkitagina salfetkani juvib qo'yganingizda ajratib qo'yibsiz bu yoqqa. Bitta salfetkasi kiyimlarimga to'g'ri kelmaganda, shuning uchun yuvgim kelmadi. O'lmagan bitta bizning jonimiz ekanda, dostiqchilikda juvsak, kirlarda juvsak, dasturxonda juvsak, hamma narsani juvibmiz, hech bir to'g'ri kelmabdi demabmiz. Odam odamga to'g'ri kelmagan eshitganman, kirda eshitmabman.